Racing Tashkent Business Class loyihamizning eng ustuvor taraflaridan biri bu Turkiyaning yetakchi kompaniyalaridan bo'lgan O'rtadog' Holding kompaniyasi bilan hamkorlikda qurilayotganligidir. Keling, bu kompaniya haqida bugungi videomizda qisqacha ma'lumot beramiz. O'rtadog' Holding kompaniyasi 1981-yildan buyon Turkiyada qurilish bilan shug'ullanadi. Shu bilan bir qatorda birinchi bor Toshkentda Racing Tashkent loyihasining biz, ya'ni Central Group kompaniyasi bilan hamkorlikda olib borilmoqda. O'rtadog' Holding kompaniyasi Turkiyada ham bir nechta Racing nomli bilan boshlanadigan loyihalar bor bo'lib, masalan, Racing Modern Kadhani, Racing Istanbul, Racing Yeni Nesil Eyüp, Racing Mod Istanbul kabi loyihalar shular jumlasidandir. Racing Tashkent loyihasi O'rtadog' Holding kompaniyasi bilan hamkorlikda qurilayotganligi bu mustahkamlik va ishonchni bildirsa, undan tashqari loyihaning yana bir ustuvor taraflari. Business Class loyihamiz haqida batafsil ma'lumot olishingiz uchun Instagram sahifamizga o'tib ko'rishingiz yoki quyidagi raqamga aloqaga chiqishingiz mumkin. Centra Group, siz orzu qilasiz, biz barpo qilamiz.